Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, qadrli obunachilar, yurtdoshlar, vatandoshlar, sog' salomatmisizlar? Hammaga tinchlik, xotirjamlik, oilaviy totuvlik, baxt, saodat, yurtimizga tinchlik va osoyishtalikni bardavom bo'lishini tilab, yangi tahliliy dasturimizni boshlayman. Biza tahlilda nishonga olgan mo'tabar zot, avliyoyi zamon, janobi vechniy haq bo'lmish abror muxtor Ali janoblari, doktor hafizahullohu rahimahulloh zoti munavvarlarini biz nishonga olgan edik. Ba'zi bir jumla fikr anchadan beri ijtimoiy tarmoqda osilib sudralib keladigan fikrlari yuzasidan ba'zi bir tahliliy dasturlarni biza tayyorlagan edik va tahlillardan bir qanchalari bo'lib o'tdi va yana boshlaymiz shekilli, chunki mana hozir qovun sezoni keldi, qovunlar pishdi, ayniqsa ijtimoiy tarmoqda o'ziga yarasha va hayotda ham o'ziga yarasha, misol magazinlarda qovunlar arzon bo'lib ketdi. Qovunlar arzon bo'lib ketdi. Bir orada to'xtab qoldida, mayli pishiqchilik sezon payt, mayli sezonda maza qilib qovunlarni tilib, ozgina maza qilib tilim chik urib maza qilib yeyishlik baxtiga muyassar bo'lyapmiz. Mayli, ho'p, demak keladigan bo'lsak, janobi vechniy haq bo'lmish zoti munavvarlari, abror muxtor Ali janoblarining anchadan beri ijtimoiy tarmoqda osilib sudralib kelayotgan ba'zi bir fikrlariga, demak, tahlil ma'nosida yondashuv, albatta bizda haqorat, kamsitish, obro'sini to'kish va hokazolar yo'q. Faqatgina tahlil xolos. Hop, svejiy bo'lib turgan shu kunlarda Rasul Kusherbayev bilan bog'liq oxirgi jarayonlar, vaziyatlar. U kishi nima qildilar? Ya'ni benzin zapravkani sudga berdilar. Chunki benzin zapravka qonuniy tarzda naqd pul olmayapti o'zi. Shunga endi qonunga rioya qilgani uchun benzin zapravkani Rasul Kusherbayev bir farosatli oqil kishi sudga berdilar. Va janobi vechniy haq zoti muborak, avliyoyi zamon, munavvar jahon, abror muxtor Ali bu yerda mantiqsizlikni monta deydi-yu, monta emas, mantiqsizlikni ilg'ab qoldilar. Har doimgidek o'zi kutilgan edi. Zoti munavvarlar hozir bir nima deb chiqadilar, deb chiqdilar. Bu ko'pchilikka ma'lum fikr, o'y, xayol bo'lgan bo'lsa kerak. Avliyoyi zamon chiqadilar yaqinda bir narsa deb dedilar. Nima dedilar? Bu yerda qani mantiq dedilar. Qani mantiq bu yerda dedilar. Men benzin zapravkani sudga beradilar. Bu qonunni chiqargan tashkilot sudga berish kerak edi. Agar sudga berish kerak bo'lsa dedilar. Ana mantiqsizlikni topdilar. Ofarin. Va aytdilarki, ba'zi bir asoslarni, vajlarni keltirib o'tdilar. Shunaqa narsalar sabab bo'lishi mumkin deb, ya'ni shu yoqilg'i iste'mol tovarlarini noqonuniy ravishdami sotilishini nazoratga olish uchun shunaqa qonun chiqarildi degan, menimcha shunga o'xshagan bir nimani vajni keltirdilar. Qoyil qoldim, lekin ishlam kallamay qoldi. Dajichi shu narsaga Rasul Kusherbayev aqli yetmaganmikin deb o'ylab qoldim-da. Va hokazo bir ikki takliflarni ham berib o'tdilar zoti munavvarlari. Qoyil qoldim. Va keladigan bo'lsak, agar o'sha qonun chiqargan tashkilotlarni agar sudga berish kerak degan
fikrlari bo'lsa, endi Rasul Kusherbayev o'zi uchun, sotib olgan benzini uchun emas, bir namuna sifatida bir harakat qilayotgan odam. Qaysi yo'lda qanaqa harakat qilinadi, qanaqa narsalarga duch kelinadi va hokazolarni ijtimoiy tarmoqda yoritib borayotgan, xalq bilan baham ko'rayotgan, qaysi holatda qanday yo'l tutishlik kerakligini balki atayin atayin xato bilan xato yo'l bilan yoki atayin bosqichma-bosqich bajarayotgan bir strategik harakat qilayotgan inson sifatida man tushundim bu odamni. Man shunaqa qabul qildim. U odam ahmoq odam emas. Har narsaga yetgan aqling nahotki shu yerga kelganda oqsaydir o'g'lim dedi. Unaqa emas. Hammasini sezib payqab turibdilar. Jarayonni ichidagi odam teng bo'li bilsa kerak, birinchi nima qilmaslik kerakligini faqatgina og'ir, mashaqqatli bir qancha risklarga, bir qancha mehnat, vaqt sarflashning evaziga bo'lsa ham xalqni shu narsalar bilan bahramand qilib kelyaptilar. Ya'ni qayerda qanaqa harakat qilinishi kerakligini bosqichma-bosqich ko'rsatib berayotganga o'xshaydilar. Endi men shunaqa tushundim. Ularni oqlash emas maqsad. Balki oqlashtirib bo'lishi mumkin. Endi mana bir mantiqsizlikni ko'rib qoldim-da, mantiqsizlikni, mantiq emas, mantiqsizlikni ko'rdim. Johil, bilimsiz odamni ko'ziga nimalar ko'rinmaydi, to'g'rimi? Zoti munavvarlarni ijtimoiy tarmoqda anchadan beri sudralib, osilib kelayotgan bu fikrlari deyotganim, ya'ni Hamid Sodiq siyosatshunos akamizga nisbatan ularni g'oyalariga nisbatan ba'zi bir e'tiroziy shakldagi tanqid, raddiya va hokazolar. U kishi konstitutsiya, umuman siyosat, qonun va hokazo bular borasida ko'plab bilimlarni, qaysi vaziyatda qanday yo'l tutish kerak, taraqqiyot va hokazo ko'plab bilimlarni ulashib keladilar xalq bilan. Endi u kishi liberal siyosatchi. Zoti munavvarlari esa liberalizmga qarshilar. Buni man oldindan bir eshitgan edim. Bugun ertalab eshitib qoldim. Yana xuddi shu narsani gapirganlarini. Liberal odamlarni dayus deb tashlayaptilar. Bu g'oyani qo'llab-quvvatlovchilarni juda bir tahqirlab yubordilar-da. Bir o'sha joylarni ham bir kesib qo'yishim kerakmi bu videoga, bilmayman. Xullas kalom, o'zi bizlarni konstitutsiya, qonun asoslarimiz da liberalizm bormi? Liberal g'oyalar bormi degan savol tug'ilib qoldi. Keyin ChatGPTga berdim shu savolni. Men o'zimda javob bor edi, endi ta'kidlab olish, tasdiqlab olish uchun-da. Bor ekan. Judayam ko'plab, hamma ikir-chikirlarigacha bo'lmasa ham bu narsalar bor ekan ichida. Va o'qidim, nechta 5-6 narsani sanabdi. Asosiy mezon shu ekan. Bekorga Hamid Sodiq ham janoblari bekorga bu sohani tanlamagan ekanlar. Misol uchun O'zbekistonda yashayaptilar. O'zbekistonda har xil podkastlarda chiqyaptilar, to'g'rimi? Bizani xalqimiz uchun manfaatli bo'ladigan narsani topib, ilg'ab, baham ko'ryaptilar. Demak, liberal bo'lganlarini sababi ham o'ziga xos. Konstitutsiyamiz liberal ekan. Keyin qiziqdim. O'zi bilardim buni ham. So'radim babji. Shuni ChatGPTdan so'raman-da. ChatGPT jani zoti munavvarlari hurmat qilmanglar. Biz juda yomon hurmat qilamiz. ChatGPT ko'plab ma'lumotlarni tashib keladi. Faqat shoshmasdan, samimiy suhbatlash kerak ChatGPT bilan. So'radim. Даже prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev janoblari ham
UzLiDep, liberal nimadan, partiyadan, ya'ni o'sha partiya a'zosi bo'lgan ekanlar. Man hayron bo'layotganim, birinchidan, anavi nima edi ya, zoti munavvarlari, Abror Muxtor Aliy janoblari shunda konstitutsiyaga qarshimilar yo qarshi emasmilar degan savol tug'ilib qoldi. Qarshiman demaganlar hech qachon. Qarshiliklarini bilmaymiz, lekin liberalizmga qarshiliklarida konstitutsiyaga qarshilik bor yo'qligini shuni ajratib olishim kerakda, man shuni ajratib olishim kerak, tushunasizlarmi? Bo'lmasam shu savolga qanaqa javob topsam ekan? Hech shu mantiq meni qiynayapti-da, meni shu mantiq qiynayapti. Shu mantiq topolmayapman. Xuddi Kusherbayev janoblari dan mantiq topolmaganlari kabi man ham mantiq topolmayapman. Liberalga qarshilar, lekin siyosat, O'zbekiston, yurt, vatan, xalqim, davlatim, prezidentim deyishlari yoki qonunlarimiz deyishlaridagi muvofiqlikni topolmayapman. Muvofiqlikni topolmayapman. Liberalizmga qarshi tugi bilan yomon ko'radi, bizani e'tiqodga zid, bizani qadriyatlarimizga zid deb turib, qanaqa qilib o'zingiz mana pasportingiz bor, shu respublika sizga pasport bergan, sizni huquqlaringizni shu respublika ta'minlaydi, shu prezidentni siz maqtaysiz, olqishlaysiz. Xullas kalom, shu liberalizmdan foydalanib turib tavba qildim. Janobim, tavba qildim. Gapirmadim. Voy janob. Qani mantiq? Man Ibrohim alayhissalomning yoqilgan gulxanga suv olib ketayotgan chumoliman deysizmi? Bo'ldi, tamom, tahlil tugadi. Yo'lga boshqa kirisholmayman. Bu nimaga bunaqa bo'lib qolgan bu? Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi diniy islomiy respublika emas, to'g'rimi? Va undan tashqari prezidentimiz janoblari ham adashmasam media UzLiDep, nima degani liberal demokratik, liberal demokratik partiyadan o'sha yerda a'zo bo'lganlar, o'sha yerdan saylov asosida prezident bo'lganlar, to'g'rimi? Baribir O'zbekiston ham qaysidir ma'noda demokratik, qaysidir ma'noda emas, to'liq ma'noda demokratik qonunlarga tayangan holatda liberalizm g'oyalarini ham inkor qilmaydi. Rivojlanish, iqtisod, matbuot va hokazolarda ochiqlik, erkinlik va ko'plab imkoniyatlarni beradi. Bu qanaqa demokratik, liberal davlat bo'lishga intilayotgan davlat desa bo'ladimi? Xullas kalom, islohotlar ko'p, to'g'rimi? Islohotlar ko'p, judayam ko'p islohotlar. Sezilarli darajada emas, judayam ko'p islohotlar.
ya'ni shaxsi xalqi hurmati, uni huquqlari borasidagi ta'minlanishi borasidagi sa'y-harakatlar va ko'plab yana sa'y-harakatlar. Hozir liberal odamni dayus, xalqi nimaga davlatga qarshi qo'ymoqchi bir narsa degan narsalar nima endi bu? Men o'zimni xilofatimni o'rnatishim kerak deganimmi yoki qanaqadir xalifalik bo'lsin deganim nima degani u? Monarxiya bo'lsin degan nima degani degan savol tug'iladi. Bu savol shunchaki albatta tahlillarimiz davomida kelib chiqqan savol. Endi bilimsiz, ilmsiz odamni miyasiga nimalar kelmaydi, to'g'rimi? O'shanga va haqoratlar borasida ham etika, estetika deydilar. Janobi Vechniy haq zoti muborak avliyoyi zamon rahimahullohu hafizahulloh Abror Muxtor Ali janoblari etika, estetika, filologiya bir kishiniga siz jim turib ham ovoz chiqarmasdan turib, umuman ovoz chiqarmasdan turib ham nigohingiz orqali uni qalbiga zarar yetkazishingiz mumkin. To'g'rimi? Mumkin. Lekin janobi Vechniy haq haromi, benasab, valadi zino, unaqa bunaqa degan narsalarni bir boshqa adabiyotlardan bir keltirib oqlasanglar ham mayli. Buni diniy adabiyotda oqlab beradi. Qoyil qolasiz lekin. O'zlari da'volardan keyin diniy adabiyotlardan buni oqlab beradilar. Gap ko'p ekanda. O'shanga mani ham o'zi bir haroma dedilar. Bir marta haroma dedilar. Nima degani bu? Ma'naviy ma'noda nima bu? Haroma dedimi birovni? Demak, bo'ldi, gap ketdi. Benasab dedimi, gap ketdi. Endi qanaqa asosga ko'ra oqlaysan, oqlaydi, uni boshqa qiladi, nima bo'lgan taqdirda bitta narsa borda, mana shu yerda ham bitta mantiq bor. Zoti munavvarlari demak harom degan narsa ular uchun harom ekan. Misol uchun liberal qarashga ega bo'lgan, shunaqa islohotlarni xohlayotgan odamlar dayus bo'lgandek, ular uchun ba'zi bir qarashlarga ega bo'lgan odamlar haromi bo'lar ekanda ular uchun. Demak, o'sha qarashdagi insonlar uchun ham zoti munavvarlarini qarashlari halolimi yo haromimi? O'zinglar mana mantiq bo'ldi ham. Bo'ldi. Bizda o'zbekchilikda haromi degan gap juda bir yomon ma'noda ishlatiladi. O'sha ma'noda qoladi ham. Bo'ldi. O'sha ma'no juda bir iflos, jirkanch ma'noda ishlatiladi. Zoti munavvarlari yaxshilab bir psixologik bir o'rganish kerakda. Nimadir travma borda, zoti munavvarlarda nimadir travma bor, ezilish bor. Nimadir siqilish bor. To'g'risi shunchaki odam achinadi-da. Shunaqa mo'tabar bir zotda holati, shunaqa ahvol kelib qolganidan bo'lib ketadi odamchi. Xudoning o'zi asrasin. Salomat bo'linglar. Hammanglarga tinchlik, omonlik tilayman. Tinchlik bo'lsin. Tag'in davlatimiz haqiqiy ma'noda islohotlarni olib borayotgan, so'z erkinligini berib qo'ygan va kimlardir buni suiiste'mol qilib, so'kib, haqorat qilib, buni etika, estetika, madaniyat, din, qadriyat deb aljirashi endi undan ham battar. Salomat bo'linglar.